Mana sumkalarimiz bor. Qaysi biri yoqsa skrinshot qilib belgilab tashlasanglar narxlarini aytamiz. Yangi kelgan mahsulotlarimiz. Optimga ham, donaga ham bor, kelishtirib beramiz. Optimchilarga 2-3 ta olganlarga ham narxlarni ancha o'tib beramiz. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Hamma mahsulotlarimiz sifatli. Xitoy fabrichniy. Qanaqa sumka kerak bo'lsa murojaat qilsanglar bo'ladi. 90lik 949 75 49 nomerga telefon qilsanglar, Telegramdan yozsanglar ham bo'ladi. Rasmini tanlab belgilab tashlasanglar, narxlarini aytamiz qanaqa. Har xil sumkalar bor. Murskoy vibrlarimiz ham bor. Juda ham ko'p murskoyga so'raganlarga. Mana bunaqa Oxford papkalarimiz ham bor. Bular 3 xil bo'ladi: original, o'rtacha sifatli va oddiyrog'i bo'ladi Oxfordlarni. Ko'rinishdan o'xshatishadi. Mana bu belgisidan ko'pchilik farqiga bormaydi, lekin bular 3 xil bo'ladi: original, o'rtacha sifatli va oddiyrog'i bo'ladi. Oddiyrog'i ham lekin o'xshab chiqarilgan. Mana bolalarga ortopedishniy qilib ishlab chiqarilgan, yelkalarini ortib qo'ymaydi. Yaxshi bu papkalarimiz ham. Mana bunaqa sumkalarimiz ham bor ayollarga. Mana bunaqa chet elga chiqayotgan fuqarolar uchun ham bor. Mana bunaqa sumkalarimiz ham bor. Hadavoy 3 talik papkalarimiz. Bular sportivniy papkasi. Mana bunisi penali. Mana bu kattagina papkasi. Bu papkani yechib ham ishlatsa bo'ladi. Bunaqa g'ildiraklari bo'ladi. Bolalarni maktabga olib borib olib kelishga yelkalarini ortib qo'ymaydi. Og'ir bo'lgan kitoblarni bemalol solib sudrab ketsa bo'ladi. Mana bu bolalarga. Bunisi murskoy, bunisi jenskiy. Mana pavukliklari ham bor. Mana mashinali. Bularni ham bolalar bilan sayohatlarga chiqqanda ishlatiladigan chamadonlar. Mana detskiylarimiz ham bor. Mana yana papkalarimiz ham. Va mana kichkina bolajonlarimiz uchun. Chamadonlar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Doimo bo'ladi bizda. Agar mabodo shularga yoqqan rasvetkasi bo'lmasa, o'xshash bo'lganlarini ham topib beramiz. Chunki bizda har kuni sotuv bo'ladi. Tugab qolgan bo'lsa, boshqa modellarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Hamma mahsulotlarimiz ham bor. Mana bu sumkalarimiz ham rosa zo'r. Ayniqsa raddomlarga ketayotgan yoki ko'p bolali onalar uchun juda ham yaxshi. Mana balonlari bor. Og'ir bo'lib ketsa ham ko'taradi. Mana balonlarni yechib qo'ysa ham bo'ladi. Bu katta kichik bo'ladi. Mana bundoqgacha bo'ladi. Bo'yi mashunda katta bo'lib, ichi ham chuqur bo'ladi. Ko'p bolali yoki erkaklar ketganda hamma narsani solib olib ketursa ham bo'ladi. Rosa baquvvat, materiallari ham, sifatlari ham rosa zo'r. Ichlarini ko'rsanglar rosa qalin, mana ichlarini. Astarlari ham qalin. Mana bu Xitoy fabrichniy, sifati zo'r.
Mana cho'nchiklari. Mana mana uchuqli ratsetkada bor. Sifatlari zo'r. Juda ham ko'pchiligi sotdik. Ko'pchilik rahmat deb aytishdi. Rosa zo'r. Raddomligi, tuqqan ayollarga yaxshi. Mahalla misol uchun yosh bolali onalar bo'lsa, uyiga mehmonga borganlarda kiyim-kechagi narsalar ko'payib ketadi. O'shanga ham zo'r. Buni katta-kichik qilib tutilaveradi. Bu kichkina qilib qo'yilganda. Katta bo'ladi yonida. Mana bu yerda zamogi bor. Mana ko'rasizlar, mana shu ikkita zamogi ochilsa, yana kengayib kattalashadi bu. Mana birinchi sinflarga, maktab o'quvchilariga olinadigan papkalarimiz. Mana bunaqa qizlarga bor. Shiringina sumkachalar bor, qizlar bor. Ayniqsa Oysin sumkasini tutib ketaveradigan qizchalar uchun zo'r sumka. Olib berishsa bo'ladi. Bunaqa karmonlar bor. Yana xudo xolasa yangi tovarlar keladi. Yana video obzorlar doim qilib tashlab boramiz.